qizing qani? Begona yurtlarda urf-odatimizni unutibsan. Xush kelibsan. Qizim qani? Qizimni mendan so'rayotganingga qaraganda, xotin bo'la olmaganing kabi onalikni ham eplolmayapsan. Men bilan o'ynashmang, Amir. O'ynashmayapman. Menga qarang. Agar qizimning tola sochiga zarar yetkazsangiz, Rostdan juda ham sog'indim. Xotinjon. Nima, Amir? Yana nima? Bir narsaga qiziqyapman. Xo'sh, yana qanday bema'nilik ekan? Seni qo'ldan chiqarmaslik uchun qanchalikka borishi mumkinligini mendan doim so'raysan. O'sha o'zingcha suyganing uchun qanchalikka boraversan. Shoshma. Hozir javob berma. Yaxshilab o'yla. Taroziga sol. Qachon javob berishingni o'zim aytaman. Ana, xudo taraf kelibdi-ku. Nima bo'lyapti? Yaqinda to'y bo'ladigan. Kamol, Zaynab bilan O'zan nikohdan o'tishibdi. Nima gap? Xush ko'rdik, xotinjon. Tashqariga chiqing. Odobsizlik qilma. Xolam bilan qahva ichgani keldim. Kors sichqonlar bilan kalamushlarni doim adashtirishlarni bilasanmi? Tushunmadim. Kors sichqonlar tuproqni oyoqlari bilan emas, tishlari bilan qazar ekan. Yagona farqi shu. Meni kalamushsan deb haqorat qilmoqchimisiz, Amirbey? Sendan chiqsa ham faqat kors sichqon chiqardi, to'fon. Bu yergacha tish tirnoqlaring bilan qazib yetib kelding. Hali ham eshigim tagida poylab turishga hadding sig'ishiga yagona sabab shu. Amirbey, siz meni onamdan judo etmadingiz. Agar sizga bo'lgan sadoqatimdan yana bir marta shubha qilsangiz, bir paytlar bo'lganidek. Hujjatli filmlar ko'r. Farosating ishlaydi.